Qizlar ofisda ish jarayonlari juda qiziq. Qizlarimiz zakazlarni olishyapti va sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir global muammolardan bittasi soch to'kilishi menimcha. Chunki qish kunlari juda ham ko'plab insonlar vitamin yeyilmaslikdan sochlarimiz tez ko'p to'kiladi. U uchun bizga soch to'kilishini poylash ham shart emas, to'kilmayotgan bo'lsa, sochlarimizni mustahkamlash uchun bunaqa shampunlarimiz bor. Qora sedana yog'li, ya'ni buni bemalol xohlagan payt yuvish mumkin. Haftada 2 martami, qachon yugis kelayotgan bo'lsa, qachon qanaqa sochlar uchun deydi, kir boshlar uchun degandek, bemalol xohlagan payt sochingizni mustahkam qiladi, tolalarni mustahkamlaydi. Va undan tashqari garimdorili bizda maskamiz bor, internetda portlatgan o'sha garimdorili maska. 2 marta qilganingizda effekti prosta bomba bilinadi. Sochingizga surib qo'yasiz. Yuvib bo'lganingizdan keyin shunda yuvib tashlaysiz. Sochingizni shunaqa mustahkam qilib beradiki, to'kilmasligini 2 martada rezultatini sezasiz. Va Repena balzam bor. O'zi bilasizlar, soch to'kilsa Repena yog'ida qilgan ishadi, bu balzami, bu ham soch to'kilishini to'xtatib beradi. Shundan bo'limizani bemalol olishinglar mumkin bo'ladi.